Xohlasa anaqa obrazdan o'ynab beraman. Assalomu alaykum. Sayyidul ayyom, juma muborak, birodarim. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Payshanba muborak. Kallagan sinxron qilinmaydi. Mashinaga qo'yib qo'ysa. Bitta yoshligimizda mashina haydasak, ayta mushicha bu kuchicha turardi bunaqa. Har doim kallasimda. Mashina yamaga tushsa ham. Kutinga bari tarkalar bir kun. Assalomu alaykum. Такой ishchgan payt. Kim aytaman? Brat deyman. Mayli, siz ishga olamiz, hamkorlik qilamiz, narsa qilamiz, tinuvka qilamiz, shogird bo'lasiz, bir bola bo'lasiz. Niyatingizni tushundim deyman. Bitta savol deyman. Hozirgi nima savol? Zo'r bular anaqa pozitivni qaraydi menga shu payt. Nima savol? Qaysi oy yo qaysi chisloda kutingiz sikib ketasiz deyman-da. Keyin, "Orada odam ekansiz" deyman. "Yo'q, baribir sikib ketasiz-ku. Просто o'sha qachon shuni bilib olsam bo'ladimi?" desam, "Men unaqa emas. Yo'q. Hoy, bolasini boshiga qo'yib qasam ichganini ham ko'rdik. Ko'tining teshigini ko'rsatib qasam ichganini ham ko'rdik. Iltimos, chislovsiz ayting, men shunga orqamdan vazilim bilan tayyorlab turaman, shuni itarib ketasiz. Yo pulga, yo orqamdan g'iybat qilib ketasiz, yo yomonlab ketasiz, baribir itarasiz-ku" deyman. "Menda hali bo'lmadi unaqasi" deyman-da. "Siz g'alati odam ekansiz" deydi, shu bilan uzoqroq ketadi.